Assalomu alaykum, Elektrotexnika uz kanali obunachilari va kuzatuvchilar. Bizda mana bir fazali elektrodvigatelni ulash jarayonlari. Avvalambor ishni cho'lg'amlarni qarshiligini o'lchashdan boshlaymiz. Mana 4 ta simimiz chiqqan, 2 ta sariq va 2 ta yashil. Yashil 158 ohm, sariq 147 ohm. Kamroq qarshilik chiqqan cho'lg'amimiz рабочий, ya'ni ishlovchi cho'lg'am bo'ladi. Ko'proq chiqqani пусковой, ya'ni ishga tushiruvchi cho'lg'amimiz bo'ladi. 3 fazali elektrodvigatellarda fazalar ketma-ketligiga qarab dvigatelni aylanishi o'zgaradi. Bir fazali elektrodvigatellarda рабочий va пусковой obmotkaning boshlang'ich va oxirgi nuqtalarini o'zgartirish, qutblarni o'zgartirish hisobiga aylanishi o'zgaradi. Bizga пусковой obmotkamiz, ya'ni qo'shuvchi obmotkamiz kondensator yordamida ishga qo'shadi. Ikkinchi obmotkamiz mana kondensator yordamida magnit maydon hosil qiladi. Demak, elektrodvigatelimizni ulash jarayonlari. Birinchi пусковой obmotkamizga kondensatorni ulab olamiz. Ya'ni ishga tushiruvchi cho'lg'am. Kondensatorni bir uchini ulaymiz. Ikkinchi uchini рабочий obmotkani bir uchi bilan tutashtiramiz. Va kondensatorni bir uchini рабочий obmotkamizning ikkinchi uchiga ulaymiz. Va mana shu ikki nuqtaga faza va nol beramiz. Maxsus uдлинителimiz. Endi bu vaqtinchalik ishlatish uchun qilinadigan ishlar, shuning uchun oz-moz noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Mana ulab oldik va ishga tushiramiz. Mana dvigatelimiz u tarafga aylandi. Ana endi qutblarni o'zgartiramiz va dvigatelimiz bu tarafga aylanadi. Qutblarni o'zgartiramiz, ya'ni mana bu boshlang'ich, shartli boshlang'ich deb olsak, bu oxiri deb olsak, mana пусковой obmotkamizni endi oxirida ulangan edi, endi boshiga o'tkazamiz. Kondensatorni bunisiga ulaymiz va dvigatelimiz shunda teskari tomonga aylanadi. Boshlanish va oxirini o'zgartirib oldik va bunga yana 220 ulaymiz. 220 ni mana faza. Bular hammasi shartli faza va shartli nol. Chunki rozetkada vilkani har xil o'rnatish mumkin. Endi 220 beramiz. 220
Shunda mana dvigatelimiz teskari tomonga aylandi. Ko'rib turganingizdek, dvigatelimiz teskari tomonga aylandi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, Elektrotexnika.uz kanaliga obuna bo'linglar, izohlar yozib qoldiringlar.